Do'stlar, jentramizni durishi ne deydi buni? Himen deydi-ku buni. Durishini qaranglar. Hammaga nasib qilsin do'stlar. Birdan like bosishga arziydi avtomobil ko'rsatmachilar. Xullas, polni navorot qilingan jentraga neki navorot bo'lsa, hammasi qilingan. Malibu 2 rul, Malibu 2 bar, midigar, shumka, polni, Amerikanka, Optra, xullas hamma narsasi bor. 4 dona paket balon qo'yilgan. Mashinamiz benzinda turibdi do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefonlashib olishlaringiz mumkin. Narxini ham oldindan aytib o'taman do'stlar, 150 million so'm narx aytibmiz. Ustida ozgina kelishib beramiz. Bank varianti, barter variantlari bor do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefonlashib olishlaringiz mumkin do'stlar. 2018-yilda ishlab chiqarilgan, kuzov 2019, holati cho'tki holatda turibdi. Xullas, midigarlar ham qo'yilgan mashina. Lenovo video registratorlari bor, lyuk bor, polni shumga qilingan do'stlar mashinamiz. Xullas, 1 gram aybi yo'q. Mashina holatini ham ko'rishingiz mumkin. Atigi 48 ming kilometr yuribdi do'stlar. Toza chexollar, rul, bar, monitor, xullas, kamera, hamma narsasi bor. Optra faralar orqada hozir ko'rsatmaslar. Arkada bu benzinda do'stlar, avtomobilimiz top-toza bo'lib turibdi. Mashinada 1 gram kraska yo'q do'stlar, zavodskoy, родной kraskada turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Xullas, holati zo'r. 4 dona paket balon qo'yilgan. Optra stoplar qo'yilgan originalidan. Mashin benzinda turibdi. Zo'rindan polirovka qilingan do'stlar, keramika polirovka ham bo'lgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranning pastida nomer turadi, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin do'stlar. Durishini kayf yo'qlagan do'stlar. Atigi 48 ming kilometr yurgan, holati zo'r. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranning pastida nomer turadi, bemalol telefonlashib olishingiz mumkin do'stlar.